alaykum. Men Shakarboyev Humoyun, Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani 9-sinf o'quvchisiman. 1 yildan buyon Transformers o'quv markazida o'qib kelmoqdaman. U yerda ko'p bilimlar oldim. Shu bilimlar asosida qo'lbola inkubator yasadim. Keling endi inkubator bilan tanishib chiqamiz. Mana bu inkubator 100 ta tuxum uchun mo'ljallangan. Inkubatorning yasalishiga kelsak, inkubatorning ustki qismi Penaplex materialdan yasalgan. Inkubatorda asosiy vazifani bajarayotgan uskuna bu termostatdir. Mana inkubatorning ichki qismi. Bu inkubatorni yasash uchun kerak bo'ladi Penaplex materialda termostat, 4 ta cho'g'lama lampa, 2 ta ventilyator. 4 ta cho'g'lama lampa inkubatorning ichki qismini isitish uchun kerak. Penaplex materiali inkubatorning ichki issiqligini ko'p vaqt o'zida ushlab turadi. Termostatning vazifasi issiqlikni bir me'yorda ushlab turadi. Jo'jalar xuddi odam kabi havodan nafas oladi. Shuning uchun inkubatorimizda 3 ta, jami esa 5 ta teshikchalar mavjud. Elektr manbai uyingizda o'chgan payti mana bu qopqoqlar teshikchalarga o'rnatiladi. Sababi inkubator o'zida issiqlikni saqlab turishi kerak. Video so'ngida mana shu inkubatordan ochib chiqqan jo'jalarni ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana shunday inkubatorlar kerak bo'lsa, ekraningizdagi telefon raqamga qo'ng'iroq qiling.